أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بقول أقرأ درس كتاب بيع الخيار سلامنا درس كتاب قلده كتاب بيع الخيار يعني خيار الشرط ندمكتي مثلا ما نشكن شده خالصا من در برما يعني ولا اختيار لقم با مثلا دب شرط لشب قيغان سودا Açık taraf maksat için savaşılan müşteriyle bunu bazı işleri taraf şart buldu, bazı setva uçlam şart buldu. Köpünce halde setva uçı xiridalar şart buldu ki. Ve nazaru fi usul hadal bab. Ama yani kız bab mı? Kitap mı ya? Bab. Sizin kitap mı? Ha. Bu nasıl kitap dedik? Kitap ise kitap da xiyar demekçi. Bab da qası müşbabtımdı. Bir bab da qandı. Müşbabның asas meselelerine qaraydigan bo'lsak, amma avvalan fahal yajuz amla. Yani tuvandagi meselelerni bahs qilib o'tish lozim bo'ladi demakchi. Oldindan bahs qilish planini tuzibdi. Amma avvalan fahal yajuz amla. Mush yeni olish ixtiyorligim bor deb so'ralsa joiz bo'lamdi, bo'lmaydi. Buning hukmini bayon qilib o'tamiz demakchi. Ve in jaza fakam muddatul khiyar. Baqul joiz deyiladi. Asası ko'pchilik olimlar joiz deydi. İcmadak bir narsa bormi joiz deganga. Joiz desak, qanchalik muddatda yenivasi bo'ladi? Ixtiyorlik yenivalish muddati qanchalik bo'ladi demakchi. Ve hal yushtaratu an-naqdiyatu fihi am la? Shu so'zni qilgan chaqda yenivasi men olamansa, yeldirib akab berishi mumkin deb qilgan vaqtida pulni naq berish kerakmi yoki pulni keyin beraman demdi. Ve mimmen damanul mabi'i fi muddatil khiyar. Mesela 3 kun deyli, 3 kun ichida yandirib akab berma, yani demoqchi bo'lsam, degan bo'lsa shu 3 kun ichida ixtiyorlik bor holatdagi chaqda shu tovar bir sho'lab yo'qolib ketsa yoki kemib ketib qolsa, uni to'limi kimga bo'ldi? Ziyanni kim tortdi demoqchi. Val yurasul khiyaru am la? Aslında bir narsani ilib, manch kun ichida yandirib berma deb so'di qilgan kishi o'lib ketib qolsa, uning farzandlari, mirosxo'rlari ajdodisi qo'lidagi ixtiyorlikni miros ola olamdi. Yani bolalari keyincha shu orliq to'shmagan bo'lsa, o'ndirib bera olamdi dadasining o'rnida turib demoqchi. Ve men yasihhu khiyaruhu mimman la yasih. Qanday kishilarningki, shunda xiyar shart qilgani to'g'ri bo'ladi, qandig'ining bo'lmaydi. Ve ma yakunu min al-af'al khiyaran kal-qawl. Endi ig'zoki masalan tanladim bo'ldi hisob deyotgan bo'lsa, bu aniqdi. Lekin ig'zoki demay ba'zi sharkat orqali ifodalab qolsa, og'iz degan tanlashga o'xshash bo'lamdi, bo'lmaydi. Qanday ishlar bo'ladi, qanday ishlar hisob bo'lmaydi. Masalan, bir shisha ichimlikni olib, o'zingizga yandirib bersan berma degan bo'lsa, masalan, og'izda isblam joyga ishlatsan, tanlagan hisob bo'ldi, masalan. İrzaki tanladım demişim ama xuddamda tanlagandek lan buldu. Şuna o'xshash şirketlarni demoqchi o'xshaydi. Yani bunu bir-birlab bahs qilmoqchi. Ve amma javazul khiyar fa alayhi al-jumhur. Yani xiyar shart jaiz degan qarash jumhurning qarashi. Yani icma bor digilim bo'ldigan. İlla Thawri ve ibn Shubruma. Yani kitapta ve ibn Abi Shubruma debdi, ibn Shubruma. Çünkü bu İbn Shubruma İmam Azam Bağçağ'da Kufa'da qazi olgan alimlarning birisi. 144-yili vafot bo'lgan. İmam Abu Hanife 150-yili. Shunami? Abdullah ibn Shubruma 144. Bu Kufa'ning qazisi o'z vaqtida. Wa ta'ifatun min ahli az-zahir. Yani zahiriylardan bir guruh alimlar mush qarashini tutgan deydi. Yani zahiri mazhabningki ichidagi bir qismi, hammasi emas. Yani illa Thawri deydi. El-Thawri, Sufyan Thawri'den lekin qarashini ko'chlab tadqiq qilgan vaqtimizda bu jumhur bilan bildi. Bu yerda Thawriga nisbat berishi toza to'g'ri emas. Bundan keyin bu yerda hozir jumhurga qarshi holatda qolganlik ham Ibn Shubruma va toifa min ahli az-zohir. Ibn Hazm bo'lishi mumkin. So İmam Navaviy buni ijmoni naql qilgan. Balki ma zahiriyning xilofini hisob qilmagan bo'lishi mumkin. İbn Shubruma'ningkini shaz deb hisob qilmagan bo'lsa, ijmo shakllangan bo'ldi.
وعمدة الجمهور حديث حبان بن منقذ وفيه ولك الخيار ثلاثا. حبان بن منقذ رضي الله عنه حديث ده ومن مشندا صدق اسم to'la qo'yilib ketaman, ziyon tortib ketaman degan chaqda bu mingsiz zaxmlangan kishi ekan. Mingsiz zaxmlangan kim ba'zida nimani ditolmay qimmat afzaldigan favqulodda sodi ketkizib qo'ydigan ishlar bo'lg'achqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan maslahat so'rasa idabta'ta faqul la qalaba va liyal khiyaru thalathata ayyam deb munda so'zlashgan. Aldash yo'q, qo'yitish yo'q. Agar boshqa chiqib qolsa, bazarni haqdan favqulodda qimmat sotib qolgan bo'lsam, o'qimay olsam bo'lsam, 3 kun ishlab turib turmadi, shart ishib savdo qil degan. Mushadis shu. Bu hadisni Darqutni, Hakim, Bayhaqi shular rivoyat qilgan bo'lib, lekin bu hadisning tigi Sahih Buxoriyda, Muslimda bor. Yani bir adam kelib, "Musulmonda debdi, Rasululloh manda dedi, la xalaba degan." dedi. Ama 3 kun degan gap balki Buxoriy, Muslimda yo'q. Lekin Darqutni, Bayhaqi, Hakimlar rivoyat qilgan hadisda bor. Mushadisda jumhurga tayinib xiyarni surish desa, ammoman xaso qilam degan, faqat bu zehninanki az sandiki mushu Zahiriylar va Ibn Shuburma xasti deb turadilar. Endi chiqadi. وما روي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار savdo qilishgan ikki kishi ixtiyorli qiladi dedi. Ayrilib ketmasalam u ixtiyorli, ya'ni savdo qilish qilmaslik ixtiyorli qiladi demak. Bu bir savdo bu hozir xiyorin majlisning gapi. Hadis. Xiyorin majlis. Masalan savdo qilishib bir-biridan ayrilmagan bo'lsam, bir narsa olib qo'ygan bo'lsa-mu, yo'q ammaya agar pulni deb yeni oldi degan gap. İlla bay'al xiyar taqatlam ixtiyorlik savdosi bo'lgan bo'lsa, buning sirtida dedi. Demak bu xiyol majlisiga bu. İlla bay'al xiyar degani bo'ldi men tanlab apuldim zodi deb bekitganni ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Yoki men xiyol shartga degan gap bo'lishi mumkin. Taqatlam unda shartlashib 3 kungacha yondirib turman desa, yana ixtiyorlik bor. Bo'lmasa shu ayrilmagan bo'lsam ixtiyorlik bor, ayrilgan bo'lsa bo'ldi ketdi degan. Demek bu iki rivayetine delil kıptı cumhur alimler. Lekin bu İbn Umar radıyallahu anh'ın hadisi muttafaqun alayhi hadis. El-bey'ani bil-khiyar ma lem yeftariqa illa bey'al khiyar diyen. Ve umdetu men mena'ahu yani şu azsallıklarının delili ennehu gararun. Bunun da namalımlık var. Bu söz tutamdı, tutmadı. Aydınlanmadı bu. Kesilmedi. Bunu kesiliş gerekti. Bu dükkancı mı, kaçan yandık beraber mi? Vermezsin bunda namalım karanlıkta oturdu. Satıkçı mı? Yandık verişi mümkün, yandık vermezsin mümkün. Bunda alette namalım kapkalı doğru وأن الأصل هو اللزوم في البيع. أصل سودياندا قتش كسبلم شادلم ويوم بلب كتشته. إلا يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع. من ما هو ما إبارة أزر يعني ابن حزم محلادك إبارة لنا برسه. مش نكبرنشة مش نإبارة لنا يطالع. Asıl soğud diyen kaççıda aldım sattım dedim şahada uyan bulup ketişti. Ama uyan bulup ketmeydiğen, kesilmeydiğen bu olsa fakat lan bu kesilmeydiğenlikle ya Kur'an'dan ya sahih hadisten dil buluş gerek. Hadisinin ve khiyar-ı şart meselesinde ya Kur'an'dan ya sahih hadisten delilin yok demek ki. Asallıkның tayanılan delilleri mi bu? Qalu bul dapton bizning delilimiz bor o ishkadisga keldik mana degan taqdirda bulandin uning qarta va hadithu habban imma annahu laysa bi sahih. Bu hadis sahih bo'lmasligi mumkin. Ya'ni achchig'imiz kelsa sahih emas deb turib olamiz bunda. Sahih emas desekmi delildir demakchi. Imma annahu laysa bi sahih ya sahih emas bu. Sahih emas deganda chunki buning asligi sahihni bo'lsa-mu 3 kunlik ixtiyorliklari ishlamasa mustadrak masalan Sunan Darqutni, Sunan Kubra al-Bayhaqida kelgan. Buni hamda sanadini tekshirib ekansak sal kuchsak hasan darajasiga yetadi. Sahih emas desak bo'ldi demakchi mana. Va imma annahu khasun yoki sahih deb qolsak bu xas. Aş adamning ahvoli xas. Shu adamning sharoitida shunda uzrisi bo'lg'achqa, shunda ruxsat qilgan. U adamning boshqalar ishlamaydi demakchi. Lamma shaka ilayhi sallallohu alayhi vasallam annahu yuxda'u fil buyu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam savdoda ketkizib qo'yganman, qo'ylab ketganman, ziyon tortganman deb shikoyat qilgan chaqda, shunda alayda bir ruxsat qilgan demakchi ekan. Qalu anva ikkinchi hadisni desa, bular bunda javob beribdi.
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقوله فيه إلا بيع الخيار إلا بيع الخيار diyen bu şu cüz'iyyâge esildi hazır bunu. Seyirlik'i de yapılamıyor çünkü seyirinde bağım hadis. İlla bey'l khiyar diyen muş ibare fakat fussiral ma'na'l muradu bihâzel lafz muş ibarenin manisi bunda izahlıqallam bul deydi. Bunda izahlandı bu ibare. Ve huve ma vara fihi min lafzin ahar ve huve yeni bir rivayetinde bunda bir lafz kelibdiken. Demek yeni bir rivayet kelgan mushu ibara seyni kelgan şu illa bey'l khiyar diyenning izohati bunda sharh keldi deydi. Bu şerhindeyken ey yekula ahaduhuma li sahibihi ihtar. Bu 3 günlük, manç günlük yeniliş nimam ba diyişemez. Şu çağda sözün kisp asladı. Ya aslı ya koysu bunu. Yandırmanısı unutmayamışlardı. Üzüntünüz bunu dese aldım diyorsa şu çağda üzülüp gitti. Bulmasa işkele ayrılmışlar mı? Yandırıp paralaydı diyen buldu. Bundan onken bu hazır nemige münasebesiz. Khiyar-ı şart fakat münasebesiz bu. Delil sahih. Lekin leyse fi delale alel matlub demek. Köpünce ahvalda aşında. Seyir deldiğimizde kelimez. Lekin bu temiği münasebesiz. Bu da aşında red kılıyor tutamlı. Ve emma muddetul khiyari indellezine kalu bi cevazihi. Hem de bizim arsallıkla ne koyup tutalım. Bu da hepimizge unutmadıysın ama sıl tutturanlar da hem de biz cumhur üzere oturak khiyar şart bardı. Khiyar şart bolsa bu neç gün geç buldu. Hadis kelgen 3 gün bolamdı. Ya onun az qanda olsa bolamdı. Ya geç qanda 3 gün, manç günde bekitmay, qaça endirip asam endirip birma dep qoyup ketsin bolamdı demek. Fara'a Malikun enne zalika leysa lahu qadrun mahdudun fi nafsi. Bunun bu belgilengen bir vakti yok. Ve ennehu innema yetaqaddaru bi taqadduril hacati ila ihtilafil mebiyat. Tavardigan birbiriga o'xshamaydi. Her bir tavarning o'zining ahvoli qarab yenilish muddatini belgilaymiz. Bazı kichik naslda 1 kun, yarim kun, cho'ngroq naslda 3 kun, ya'ni cho'ngroq uy savdosi masalan. Cho'ngroq bir yarmiluk qimmat savdolab qolsa 15 kun masalan. وذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات فقال مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب كيم كيچekte mesela 1 gün 2 gün ya etkenler keçkiçi yandırıp açsam çıkma dep koysa vel cum'ati vel khamsatil ayyami fi ihtiyaril cariye dedek ağan çağda bir azna değil mesela bir hafta degan manda yoki 5 gün degandek kun to'xtamaz ve şehri ve nahvihi fi ihtiyaril ad-dar mesela uy savdo so'rab qolsa 1 ay ya shunchalik bir muddat to'xtamaz ve bil cumlati fala yejuzu indahu al-ajalu at-tawil alladhi fihi fadlun an ihtiyaril mabi'. Umuman qilib aytsak İmam Malikning nazarida ash bir tovarni olay olmaydi tanlaganga kerak muddatdan ortiq oshirasi bo'lmaydi. Shu bir narsani tanlab to'xtalishdan hech kun ketadi, hech kun muvaffaq desak, ma'noga masalan keyingi chekka 1 kunga qadar, boshqa narsaga 3 kun, uy binasiga 15-20 kun 1 ay, bo'lsa uyga masalan 6 oy deyasi bo'lmaydi. Keyingi chekka 2 hafta deyasi bo'lmaydi degandek, bunda qaraydi ekan. Wa qala Shafi'i va Abu Hanifata ajalul khiyari 3 ayyam, la yajuzu akthar min zalik. Bu xiyar şart, yani yeni bilish ixtiyorligining muddati 3 kun bo'ladi. Uning ortiq qilishi bo'lmaydi. Hozir bu xuddi mashkelan hozir zohiriyning o'rniga dastlab qolgandek. Ha, shunday kirdi. Hadis 3 kun dedimi? 3 kun. Unda ortiq qilinmaydi. Lekin nasda toza esildi, ama hadisning aynan lafziga esildi. Wa qala Ahmad, İmam Ahmad ve Abu Yusuf ve Muhammad ibn al-Hasan bu alimlar qatarda yana İbn Abi Leyla, İshaq, Abu Thawr qatarliq alimlar bor. İbn al-Munzir mu mushqarashni talab etgan. Bu dabda yejuzul xiyaru li ayyi muddatin ishturitat. Qanchalik muddat shart qilsa, shu shart qilgan muddat ichida yana o'lish bo'ldi. Bu ikki taraf o'zaro kelishilgan narsa demak. Ve bihi qala Davud. Davud Zahiri mazhabning peshvosi Davud xiyar shartni joiz deb qaraydi ekan. Joiz deb qaragandan keyin bu degan gapmi u? Joiz deb qarab, qancha muddatda joiz degan masalada qanchalik muddat to'xtasi bo'ldi. Bu Yo'q, bayatanqi Zahiri shu Ibn Hazm qatorliq ba'zi Zahirilar. Hammasi emas. Balki bu shu muvaffaq kerak. Mushqarash 3 kun deganni o'qimay, 4 kun, 1 hafta ehtiyoji qarab, o'zi maslahat pishmasdi. O'ydikilar bilan maslahatlashib yapmasa. Uyni olgandan keyin masalan, yurtdan dadam chiqmoqchi edi, u kelib bir ko'rsin deb uni saqlab, kelindikin dadasi kelib bir ko'rib, bolam bo'ldi ekanmi? Alloh desa, yo'q bu
Bunda oyunum olan bu gün düşmese ya benim onda tutsa da yandırıtını zapkasan. Demek bu şu demeyeyim de azaz bir nima koyup koysa buldu. Ayıp şakamas qanda ayıpsızlanmıyor. Ayıpsız mı olsun? Ayıp bolsa mı sebep körsetsün yandırpırman gel. Yani ayıp çıkıp kalsa o xiyarlı ayıp o başka. Yani o ayıplanma yandırıtı ayıp çıkıp kalsa. O şartlaşmagan ahvolda mı? Meramanda chiqib qolib buzuqkan, bo'yamandaki deb bilan yandırpırlar şu. Muşu yaxşamdı. 3 kunda bekitib qo'ysangiz rasmi zohirlik bo'lib qolgan. Hadislarda sizga eslab oldi. Balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kishining qilgan savdosining tabiatiga qarab, u nima olibdi, xom olibdi, ya apa ya bug'doy olibdi bozordan, nima? Ya tuga. Shu savdo shu bo'ldimdi. Shuni qarata 3 kun bekitgan bo'lishi mumkin. Ammo uning boshqa narsalar ya bir kun bo'ldi yoki bir hafta bo'lishi mumkin. Maliki mazhabning shuna yaqin mana. Ajnasning tabiatiga qarab shu bo'ldi dedi. Imom Malik shundan qatladı hozir. وبه قال داود واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة. Mesela yeni biliş ihtiyarlıkın ba depto, lekin gün bekitmepto. Mesela 3 gün ya bir hafta yandırıp akasam eklememse dep koydu o. Bunda değişmey, yandırıp akasam bulamda buldu. Dep yaptı, gün bekitmepto. Bunda ahvalda qanday qilamiz? فقال الثوري والحسن ابن حي وجماعة بجواز اشتراط الخيار مطلقا ويكون له الخيار أبدا. Mesela Sufyan Thawri mana yuqorida bizning degan to'q Sufyan Thawriga mansub qilingan joiz emas degan qarash xato degan. Hozir mana shu joiz deganlarning gaplari bo'lgan ekan, Sufyan Thawri joiz deb qaraydiganligini o'shada qilib. Ve Sufyan Thawri mesela xiyar şartını mutlak bekitib qalsa, qanday bir taraf qilamiz deganda to'xtaldi. Aslida bu u gapni tushunmayman deyish kerak da. Burunqa undan keyin burun gapi xato bo'ldi hozir. İbn Rushdning adrimga toza diqqat qilib ketmaganligini olamiz. Val Hasan ibn Hay, Hasan ibn Hay, Al-Hasan ibn Salih ibn Hay yaxshi ibn Jinni degan xato. Ibn Jinni degan o lug'atshunasi olim. Mesela Akhfash, Sibawi ibn Jinni va Hasan ibn Salih ibn Hay bu Kufa faqihlarining birisi. Shu Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining zamonida yashagan. Ibn Shubruma, Hasan ibn Salih ibn Hay, Osman al-Batti degandek olimlar. Bu bir guruh olim debdi, mutlaq xiyar qilib qolsa-mo joiz, mayli bo'ldi deb. Va shunga asosan ashunda muddatsiz ixtiyorligi bor. Qachon yandurib turadigan debdi. Bu bir chatak ketdimi? Turmasa bir yildan keyin unutib ketgan bir narsasi yandurib akasi bu qanday gap? İşletmesimi biz dükançı. Mesela bir narsa bir konak sattık. Ya bir çeynek sattık. Onu sattık, nuklu başka tavar ekildiğini sattık. Bir yıldan keyin bu narsını bana mayman da öndürüp ekerse biz bir ağırçıkta başarırız. Ya o modadan kalan buludu. Ya kendi dükkandaki malını almıştırıp ondan mal kalmayan buludu. Bazar çıkıp ketken bulacak işli var. وقال مالك يجوز الخيار المطلق. أنا إمام مالك قلت مطلق خيار جائز ولكن السلطان يضرب فيه أجل مثله. مثلا مطلق ديش كان تقدر ترواسا بزا başka şey mi? Sultan adır mı ya da padişah ona bir tutuklucu mu? Ya kanun çıkarsa şu hesap. Mesela xiyar kan bolsa mutlaq xiyar mançkingi hesap dese onda aklımız şu bazda başkuruş şunu belgilep birdi. Her narsa özgü layık vaqt belgilaydi degan gap shu. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز بحال الخيار المطلق ويفسد البيع ويفسد البيع desek mi buldunuz? ويفسد البيع yani الخيار المطلق يفسد البيع degan ma'noda. Yoki ويفسد البيع desek mi buldunuz? Yani Abu Hanife ve Şafii bular o mutlaq vaqt to'xtatmay unda inasam nedon qachongacha desa bo'lmaydi debdi. Elbette bular 3 kungacha sen qatnashuvlar bo'lmasa qatnashmaydi 3 kungacha deydi. Ha, yuqorida 3 kun bekitib ha. Yani mutlaq qilsa buzilib ketadi deb. Lekin mishada Abu Hanife mana vaqtalafa Abu Hanife ve Şafii bu ishkala o'zaro ixtiloflashib qilib إن وقع الخيار في الثلاثة الأيام زمن الخيار المطلق mutlaq aşında ixtiyorlik qilgan ana bitishgan bu qamashmada dizoqshnama lekin 3 kun ichida g'achchida u ham bilan tanlab yondiribman desa mayli chunki biz 3 kunni to'nitdik 3 kunda olib ketmagandan keyin mayli dedik Abu Hanifa shunda deb qaraydi ekan mana faqala Abu Hanifa in waqa'a fi thalathati al-ayyam jaza 3 kun ichida u ham bilan qilsa mayli
وإن مضت الثلاثة فسد البيع فقال الشافعي بل هو فاسد على كل حال وزاد üçkün işi tallusun neçkün işi tallusun bu tigidin buzlup olan soda depti İmam Şafii فهذه هي أقاويل فقهاء الأمصار في مدة الخيار وهي هل يجوز مطلقا أو مقيدا وإن جاز مقيدا فكم مقداره وإن لم يجوز مطلقا فهل من شرط ذلك ألا يقع الخيار في الثلاث أم لا يجوز بحال وإن وقع في الثلاث دبرتوقتين demek muşu yuqori qilmayam da hammani biz bayon qilib o'tdik ulamoning ko'z qarashlarini o'ttirib qo'ydik demoqchi فأما أدلتهم فإن عمدة من لم يجز الخيار هو ما قلناه أشو غرر واددغه دليلنا bir-birlab eklimiz dedi yuqorida jumhurning dalilini hadisdan bayon qilgan lekin ma'lumlikini g'arar deblam o'tib ketgan uning dalili shu deydi وأما عمدة من لم يجز الخيار إلا ثلاثا İmam Şafii'ler, İmam Ebu Hanife 3 gün boz buldu. Başkası bulmayı da turağının delili. فَوَأَنَّ الْأَصْلَ وَأَلَّا يَجُوزَ الْخِيَارُ Asl kaide bunda yeniliş bulmay, soğudun kaç çıp tüzüş. Asl kaide şu. Aldım, sattım, bol iş tüydü. Dedim kılıçtı. Asl kaide şutti. فَلَا يَجُوزُ مِنْهُ إِلَّا مَا وَرَدَ فِيهِ النَّاسِ Onda onunki yeniliş ihtiyarlığı bağ desek fakat delil bulap kalsa hadis kagini olsa kabul kıldık. 3 gün depti, 3 gün makul keldi. Bunun başkası konumayız demekçi. İlla ma varada fihi nassu fi hadisi Munqidh ibn Habban ev Habban ibn Munqidh. Bu hadisin rivayetinde bu kişinin ismi Munqidh ibn Habban mı yoki Habban ibn Munqidh mı deb ishkil kelib qolgan bo'g'achqa ev deb taraddudlar keldi. Rivayetlar o'xshash emas. وذلك كسائر الرخص المستثناة من الأصول مثل استثناء العرايا من المزابنة وغير ذلك. Bu adetki qaideden istisna qilib jaiz deb qaralgan narsaga o'xshash. Boshqa nurg'un narsa bor. Masalan, muzabanadan arayani istisna qilgan. Muzabana va araya biz yuqorida bayon qilib o'tgan buni. Riba muomalalari nimasida. Muzabana degan bayr rutab ala ru'usin nahl. Qiymatlihi tamr. Masalan, xo'm daraxtining ustida endi meyvalab pishgan yangi xo'm bor. Uzmaylik uni. Bunda turg'liq holatda uni manch kiloni digilmaydi. Buni taxminan manch charak deb mo'lchallab, gulolab bo'lgan xo'mga almashtirishdan o'zi. Araya degan endi bir ashqital xo'mini biz o'tib turgan bo'lsa, foydalanib mevasini yeyish uchun. Shunchalik doirada ruxsat qilgan demakchi. Bu araya to'g'riliqimiz to'xtalgan. Manchi va saqiyatmasa ruxsat qilindi degan hadislar bor. قالوا وقد جاء تحديد الخيار بالثلاث endi hadisning dalili olsa ma'qul deydik bo'lmasa o'sha qoidaning ching tutdik endi hadisga qarasak hadisda shunda belgilab hadis kelgan deydi fi hadisil musarra mana hayvonning yilindagi sutni sig'may 3 kun to'ldirib yig'ib sut qilib ko'rsatish maqsadida endi cheklimi kelgan shunda hayvonni setish haqida cheklimi kelgan hadis bor وهو قوله من اشترى مسراتا فهو بالخيار 3 أيام kim sığılmay toplangan bir hayvanni bir sağlıkni setilib qolsa u 3 kunga qadar ixtiyorligi bor deb 3 kun deb bekitish bunda hadisni kelgan. Habban ibn Munqidh hadisini keldi, ma hadisini keldi demakchi. 3 kun bilan bekitish 2 hadis kelib qoldi. Tasriya degan jama' degan bo'ldi. Yani sütü yığılgan sağlık demekçi. Yani 3 gün içinde bu. Bunu belki neç gün yığılgan bolsa, yığılgan boğuydu yani. 2 gün sağmagan da, 3 gün sağmagan da sütü yığılsın, sütlük bir hayvan, bir silek süt çıkırken bundan oylap kalsın da. Lakin şunda sütü körengen öğürüp çıkırtını saksı, çıkarsa, onda çıkmagan bir şişe, yani bir kaça aran süt çıkan iken, onda bize oylaganda sütlük emesken bu da yandırıp bir hangi. Ve emma hadithu Munqidh Allah şu Munqidh yoki Habbanning hadisi var. فأشبه فرقه المتصلة ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمنقذ وكان يخدع في البيع إذا بعت فقل لا خلاب وأنت بالخيار 3 Cumhur dalil qilgan Munqidhninki hadisni olayli deydi. Bu hadisninki yo'llari muttasillar va munqatalar bor. Munqatani ilojimiz muttasilni ilib qaraydigan bo'lsak, buni eng yaxshi jalliq chiqqan yo'li. Bu yo'lning tojizlari bor, muttasilning tojizlari bor.
En yaxshi isnadi ma ravahu Muhammad ibn Ishaq an Nafi. Muhammad ibn Ishaq degandikilar hadis ilmida sal ojizlik qilib turdi. Muhammad ibn Ishaqning rivoyati sal ojiz degan gap bor. Muhammad ibn Ishaq Nafi'da rivoyat qilgan an Ibn Umar. Lekin mushu la xilaba degan mushu rivoyat seyindi bor. Va anta bil xiyar salatan degan bu musmo la xilaba degan mushu kishininki vaqaliki seyindi bor. Unda ja rajulun deb bunday mubham holatda keltirilgan. Shu Habban ibn Munqid demakchi. Shu rajul shu Habban ibn Munqid. Ve amma umdatu ashab Malik demek ma 3 kun bekitishning asosi shu ekan. Endi İmam Malikning shogirdlarining tayangan dalili bo'lsa, yani qanchalik bekitsang bo'ldi degan qarash, ahvol qarab bekitsa degan qarash. Fa wa anna al-mafhuma min al-khiyar wa ikhtiyar al-mabi'. Mana bu yeni bilish ixtiyorligi, yandirib berish ixtiyorligidan maqsad nima? Nimani tushunmaysiz desa, bu ashuni olaymi, olmaymi deb bir qaror qilishga bog'liq ish dedi. Tanlashga bog'liq ish. Tavarni tanlaydigan gap. Va idza kana zalika ahvol unda bo'lgan bo'lsa, vajaba an yakuna zalika mahdudan bi zamani imkan ikhtiyar al-mabi'. Ash tavarni tanlab qara oladigan mumkinchilik va bir vaqtga chetilgan bo'lish kerak. Bu qisqa vaqtni qo'ysaqmi, u qisqa vaqt ichida unda qara qilmaydigan bo'lsa, yana foydasiz bo'ladi. Va zalika yaxtalifu bihasabi mabi'an. U tanlash imkoniyati degan har bir tovarning ahvoliga qarab o'xshash bo'lmaydi. Fakanna an-nass inma warada indahum tanbihan ala hadha al-ma'na. Xuddi mushu hadisdagi nas mushu mazmunni tushuntirib qo'yish uchun bizning sal diqqatimizni tortib 3 kunda belgilab qo'yganga o'xshash. Ya'ni ma turlik narsada 3 kun belgilan, uningdan cho'rak narsada 1 hafta 15 kun belgilan, bundan kichikroq narsa 3 kun belgilasin bo'ldi degan tariqada biz uqtirib qo'yish uchun shunday belgilagan bo'lishi mumkin. Va huwa indahum min babil khas urida bihi al-am. Ularning nazarida, ya'ni Imom Malikning shogirdlarining nazarida bu turlik hadislar, naslar bu xos bir ahvol, lekin bu umum maqsad qilindi bunda. Ya'ni boshqa ahvollarga ishlayverdi bu demakchi. Va inda toifatul ula min babil khas urida bil khas. Toifatul ula degani shu 3 kunda bekitganlar. 3 kunda bekitganlarning nazarida bu xos bir ahvol, bunda xos bir narsa maqsad qilingan deydi. Xos degani bu xiyar shart. Yani bunun da shu 3 kun maqsad qilingan. 3 kundan alqimaydi demakchi. Va amma ishtiratun naqd, yani pulni naqd berish masalasi فإنه لا يجوز عند مالك وجميع أصحابه لتردده عندهم بين السلف والبيع. İmam Malik ve şagirdlerinin hammelerinin nazarda pulni yalgatchida naqd bervasi bo'lmaydi ekan. Nima uchun? Naqd bervasi bu o'sha hadisda kelgan cheklama batug'i nahan bay'an va salaf. Ham bir soda, ham bir tarafdan qazirib turganda bo'lib qoldi. Keyin undirib akasa berib turib pulni qaytib olib bu xuddi qazirib turib qaytirib olganda bo'lib qoldi dedi. Va fihi da'fun. Lekin bu nayt ojiz gap ma'lum. Amaliyotda ojiz endi. Yani o'zining mazhabini hozir ojiz deyapti. Ibn Rushd o'zining mazhabini zaif deyapti. Demak hozir bu yerda Imom Malikning ham mazhabini bayon qildi. Bayon qiliblar bu ojiz deyaptimi? Jumhur buldu degan qarashda. Jumhurning gapini qilmadi hozir. Demak jumhurning nazarida naqbasa bo'ladi. Endi bu pul berib turib keyin qaytiruvga ish buldigo deb qolsa, jumhur buni qatta raddiya beribdi. Biz ijaraga qiyos qilamiz buni. Ijarada, mesela uyni ijaraga oldik. Tamam? Uyni ijaraga olib, o'tirgan bo'lib, uyimizga pulni o'tkazib qo'ydik. Keyin ma'lum sababdan yenishib kelsa qanday bo'ldi? Atsiya o'gini pulni qaytirib olganga bosh bo'ldi. Mushu o'xshash mana. Pulni qaytirib olish bor. Buni jazolanmaydi, mana jazolanmaydi. Demakki. Xuddi bu pul hozir do'konchida amonat, uning to'g'ri xaridorda amonatga o'xshash. Pulni gaynida ham qiyofasi do'konchimi savi? Nima qildi? Pulni yani ya to'g'ri shunda odam bo'lib qolsa ma'qul deb birdan. Sodda odatda akapiralar deb birlashib bor. Ishingiz qilgan bo'lsa. Siz do'konda mal sotib olmablar. Allah. Ektivasa. Wa amma mimman damanul mabi'i fi muddatil khiyari. Mesela 3 kunda belgildim. 3 kun ichida bu tovar hozir mushtariyning qo'lida, xaridorning qo'lida. Shunami?
xaridarning qo'lda turib bir kelishmaslik keldi bundan. Ya sunib ketdi, ya o'g'rab ketdi, bir narsa bo'ldi. Bu joy kim to'laydi uni? Ziyanni kim tortadi? Fa innahum ikhtalafu fi zalik. Faqala Malik va ashabuhu wal-Layth wal-Awza'i musibatuhu min al-ba'i wal-mushtari aminun. U xaridarning qo'lda bu omonat bu. Omonat saqlovchilik bor xaridariga. Buning ziyni shu do'konchiga bo'ladi debdi. Musibatu degani ya'ni xasaratu halakuhu demak. Wa sawan kana al-khiyaru lahumā aw li ahadihima. Buning o'zidan bu ixtiyorlikni hozir ikki tarafdan ixtiyorlik haqqim bor degan bo'lsin yoki bir taraf degan bo'lsin, baribir bo'lsin. Ya'ni do'konchi ziyon tortadi demak. Xuddi bu savdodir, kesilib bu tovar u nimaning bo'lmagandek. Bu do'konchining tovaridek. وقد قيل في المذهب وقد قيل في المذهب degine hozir ma İmam Malik'nikini baş sandığı faqal Malik ve ashabu deb. Bu mazhabdagi hisob bo'lgan qarash shu. Al-mu'tamad. Yani vaqila degine mazhabdagi boshqa aziz qarashlar. وقد قيل في المذهب إنه إن كان هلك بيد البائع فلا خلاف في ضمانه إياه. Bu daptan da do'konchining qo'lida zayoga ketib qolsa, u to'laydi. Va in kana laka bi yadil mushtari fal hukmu kal hukmi fil rahn wal 'ariyati in kana mimma yaghabu alayhi fadamanuhu minhu. Albatta bu 3 kun ichida xaridarning qo'lida bo'ldi bu. Agar xaridarning qo'lida zaxmlanib qolsa, o'qib ketib qolsa, bu xuddi rahni qo'ygan narsadek, ariyat bergan narsaga o'xshash bo'ladi. İn kana mimma yaghabu alayhi fadamanuhu minhu. Bu aşinasini ko'z oldida tutmay, yag'ab alaygan uning oldini g'oyib bo'ldi degan. Ko'z oldida tutmay, bu yerda qo'yib, uning qaramay bundan qilgan bo'lsa, yo'qolib ketib qolsa yoki sunib chiqilib buzilib ketib qolsa, mushtari to'laydi deb. Va in kana mimma la yaghabu alayhi fadamanuhu min al-bay'. Ko'z oldida shunda asraydigan narsa bo'lib qolsa, shunda turug'liq u zahmatga uchrab qolsa, bu chaqda ziyanni do'konchi to'laydi. Bu endi shunda asrab o'zininkidek asrab tudi. Shunda odamni bir ish qilib, o'qildan ketgan ekan, buning hech qanday bir qusur, bexatarlik qilgan ahvol yo'q. Bu omonat saqlagan odamdek, omonatni saqlagan odam obdan qo'g'dab tursin, o'g'ri bo'lib ketsa, to'lamaydi, shunga o'xshash. Wa qala Abu Hanifa in kana sharata al-khiyara likilayhima aw lil-ba'i. Endi bu yenilish shartini ya ishkilisi yenilish haqqimiz bor deb shart qilgan bo'lishi mumkin, yoki do'konchi ham shart qilgan bo'lishi mumkin, yoki mushtariga ham shart qilgan bo'lishi mumkin. Shunami? Hamda ikkilaylarga shart qilgan bo'lib, ya do'konchi ham yolg'iz shart qilgan bo'lsa, fadamanuhu min al-ba'i wal mabi'u ala mulki. Bu ahvolda do'konchi to'laydi, u mol do'konchining mali. وأما إن كان شرطه المشتري وحده خريدا أزلم من يندرب أكاسم كلمة من سيادة شرط قنبوسا فقد خرج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري. دكانچının mülkinden çıkıp bu setvalıcının mülkiga aldım buldu yanmayma diyen bolsa serkitdi. Aldım buldu yanmayma deme yeni varsa men olma diyen eken çimem da muallaq holatda tutdi eken havada. وبقي معلقا حتى ينقضي الخيار 3 kun to'shqicha, ana Abu Hanifa 3 kun deydi-ku, 3 kun to'shqicha muallaq tuttirdi. وقد قيل عنه ان على المشتري الثمن. وقد قيل عنه degan İmam Abu Hanifa'dan kelgan yana bir rivoyatda, ana İmam Abu Hanifa'dan manda rivoyatni ba deyildi deydi. Yani bir mazhabga imomdan kelgan rivoyatni o'xshamaslik ma'lum. Inna على المشتري الثمن. Xarida to'laydi uni. Muallaq holat strukturida ishqilish ta'minlaydi demak to'xtamadi. Bu balki ixtiyorlik muddat to'shqicha shunda turdi. Lekin ixtiyorlik 3 kun to'shqandan keyin undan mushtari to'laydi. Mushtari to'laydi. Ichida qolsa-da. Ya shu 3 kun ichida bo'lib qolsa 3 kun ichida o'tilmaydi ekan. O'taq yana bayat qilib qolsa, boshqa gapning o'zi yo'q qoladi yana. Ular marketni qaytarib turishim hozir. Yo'q, men mushtari to'laydi demoqchiman. Muallaq tutdi. Shu muallaq turgan chaqda u uning mulkidan chiqib bo'ldi. Damoni yo'q unda. Do'konchining hech qanday nima yo'q. Mushtari to'laydi demoqchi asosan. Mushtari to'laydi, ammo keyingi gapi vaqt filanni dashna yana ajiz bo'lmaydi. Endi hozir men birinchi qarashda İmam Abu Hanifa'dan kelgan qarashda muallaq qilib bundan kim to'laydi shuni muallaq qildi deyli.
Aslında 3 gün içinde zaten koldan kelip kaldı o narsa. Ziyanı uçurab ketdi. Şu ziyanı kim to'laydi deganga o'chib ketmoqda. Lekin ma Darussalamning nusxalari astidan izib qo'yildi. Darussalamning nusxasining ostida tahqiqda izib qo'yildi. Tuhfatul fuqahadan mushtari to'laydi. Mushtari to'laydi Alloh taolo qolsa. Shunday. Mushtari to'laydi demoqchimi shuni? وقد قيل عنه إن على المشتري الثمن. يعني بر رواية إمام أبو حنيفة خريدا تليدو ديدبتو. وهذا يدل على أنه قد دخل عنده في ملك المشتري. demek bunu bildirdi olsa pulusni birdir degan gap shu xaridaning mulki kirib ketdi degan gap. Ya'ni muallaq tumaydi kirib ketdi deganni bildirdi demakchi. Ma ajiz rivoyatga asosan. وللشافعي قولان إمام شافعي'den ikki xil so'z kelgan. Ashharuhuma anna ad-damana min al-mushtari li ayyihima kana al-khiyar. Endi İmam Shafi'ninkida qavlan yoki aqval bo'lib qolsin da ashhar al-aqval deb lekin adhar al-qawlayn asah al-qawlayn deymiz. Mavan Maliki hadisda sifatlagan gap aqvalni. Ashharuhuma anna ad-damana min al-mushtari li ayyihima kana al-khiyar. Kimga ixtiyorlik bo'lgan bo'lsin, shu xarida to'laydi buni debdi. Mush qarash sal jalliqgan, asah demoqchi mishal. Fa'undatu man ra'a anna ad-damana min al-ba'i ala kulli hal annahu aqdun ghayru lazim. Ha yuqorda jumhur olimlar dukan to'laydi deydi. Mushtari amin dedi. Ashab Malik vel Layth vel Awza'i mushul dedi. Bunun dalili annahu aqdun ghayru lazim. Bu taxe resmi üzülmegen, kesilip ketmegen bir soda dedi. Felem mentaqilil mulku anil ba'i. Onun igdaçlığı yutkelmegen bo'ldi. Kema law qala bi'tuka ve lem yaqul mushtari qabiltu. Xuddi masalan bir narsani sana satdim desa, oldim demay jim tuğanga o'xshash bir gap ma'lum. So'di bitmagan bo'ldi. Lakin o tovar egilikidan chiqmagan bo'ldi. Wa amdatu man ra'a annahu min al-mushtari, yoki alal mushtari deyli. Ad-daman min al-mushtari deb bir to'xtatib, xarida to'laydi buni deganlarning dalili nima? Dalili tashbihuhu bil bay' al-lazim. Rasmi tutib bo'lgan savdoga o'xshatishdan iborat. Wa huwa da'ifun li qiyasihi mawdi' al-khilaf ala mawdi' al-ittifaq. Bu qiyas hozir tashbih degan gap hozir o'sha qiyasga iborat. Muşu teşbih hazır aciz. Ne üçünse bu teşbih kıyasdan ibarettir. Bu kıyas ixtilaf bo'lgan o'rinni ittifoqga o'ringa qiyas qilishdan iborat. Ve amma man ja'ala ad-damana li mushtaritil khiyari. Bu endi Abu Hanifa'nın qarşımı. Abu Hanifa'nın qarşı deyil. İza şaratahu ahaduhuma ve lem yashtarithu ath-thani. Birisi shart qildi, kim shart qilgan bo'lsa, ixtiyorlik ba odamda tanlashni so'ragan ekan, shu to'laydi debdi. Tovarmi shuni qildi bo'ldi aslida demoqchi. فلأنه إن كان البائع هو المشترط فالخيار له. Shart qilgan kishi shu do'kon cho'lab qolsa, ixtiyorlik shuni qildi bo'lgan ekan, falxiyar lahu ibqa'an lil mabi'i ala mulki. Ya'ni shu tovarni qo'ldan chiqarmay, qo'lda tutib turish, ya chiqarib o'tish bu ixtiyorlikqa ashuningda. Undan keyin shu o'zining igdochiligidagi narsa bo'lgan o'zi to'laydi buni, ziyon o'zi ega bo'ldi debdi. Va in kana al-mushtari wal mushtaritu lahu, xarida shart qilgan bo'lsa bu xiyarni, do'konchi shart qilmagan bo'lsa, faqat sarafahu al-bai'u min mulki. Xarida uni mulkidan chiqarib o'tgan bo'ldi. Va abanahu, uzib ayirgan bo'ldi. Shunami? Aban degan ya'ni uzil kesil ajratib o'tgan bo'ldi. Shuni talaqul bayn deymizga, uzil kesil ajratib ketgan talaq. Baynuna kubra, baynuna sughra. Fawajaba an yadkhula fi mulk al-mushtari idha kana al-mushtari huwa alladhi sharatahu faqat. Lekin mushtari shart qilgan bo'lsa, do'konchi o'zining mulkidan chiqarib o'tdi, endi xaridaninki mulkiga kirib ketishi mumkin. Uni muallaq qilmaydi u. قال قد خرج من ملك البائع لأنه لم يشترط خيارا ولم يلزم أن يدخل في ملك المشتري لأنه شرط الخيار في رد الآخر له. Bu dabto bu İmam Abu Hanifa'nın dilidir ki, do'konchi xiyar shart qilmagan ekan, buni mulkidan chiqardi bu. Lekin xarida xiyar shart qilgan ekan, buni mulkiga kirmadi. Undan keyin muallaq qilib qoldi edi. Rad qiluvdimi, ammaymi deyishmasizda xiyar shart qilganda. ولكن هذا القول يمانع الحكم. Lekin mushi qarash İmam Abu Hanifa'ningki muallaq holat qilib qoldi degan qarashi hukm qilishni to'sab qo'ydi. Bu qanday biz taraf qilmadan bu hozir muallaq bunda tursa kim to'laydi buni? Hozir kim to'laydi degan demidi. Abu Hanifa demagan to'g'a. Masalani biz taraf qilmaymiz bunda. Bunda muallaq qilib qolsa hukmni to'sab qo'ydi demoqchi.
فإنه لا بد يكون مصيبته من أحد. Bu ziyanni ikkisining biri to'lishi kerak. Umi to'lmaydi, mana to'lmaydi, hech kim to'laydi buni. والخلاف آيل إلى هل الخيار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع أو لتتميم البيع. Yani bu meseledeki talıştaş neye verip takılıdı olsa آيل diyen verip takılıdı deyin. Muşunda bir meseleye verip takılıp kalıdı. Bu bozumu muş ihtiyarlık yani yeniliş ihtiyarlığı sodunu beka kılıp etiş için şart kılıngan mı? Ya ki sodunu tamamlaş için şart kılıngan mı? فَاِذَا قُلْنَا لِفَسْخِ الْبَيَعِ Sodunu buzutiş için şart kılıngan desek fakat خَرَجَ مِنْ دَمَانِ الْبَيَعِ Bu çağda sodu pütüp boğan sodunu çuğutunuz diyendiken sodu pütüp boğaptıken pütüp boğandiken bu dükkançının kolundan çıkıp oldu diyenini bildirdi bu olay. وَاِنْ قُلْنَا لِتَتْمِيمِهِ فَوَّا fi damani. Bu sodunu tamamlaş için koyulgan nasiyeti de kalsak ta soda pütmeptiken aşı xiyarını kılıp tallap boğandiken andan pütüpte şunu çalıqagan soda desek o çağda bu soda pütmeyendiken bu tavar dükkançının ihracılığı boğan buldu. Önemli soda pütüp boğan ne yapıtmayaligini kadar emin olmalıysa. Bu xiyar şartından soda pütüp boğalık için buzuş için boğan mı ya ki sodunu tamamlaş için boğan mı diyenler arşıda olur. Ayrıca bu İmam Ebu Hanife'nin karışıyla bu mesele olmaydı bunun da. Çok şu yukarı karışlardım bizim tallagan gibi. Buna da şu tavar kimin kolda olsa şu töleydiysen yaş. Tavar kimin kolda? Feridanın kolda olsa şu töleydi. Dükkancının kolda kayıp kalan olsa bizimkisi dükkan töleydi. Aslında desem onu var. Ve amma meseletul hamise yukarıda tut meselini bayan kılıp ötteşin ama 5. mesele kelsek ve hiye hel yurathu khiyarul mebi'i em la. Demek şu yeniliş ihtiyarlıqını dep soğudlaşkan bir adam battı. Bu adam şu ihtiyarlık muddeti şu 3 gün üstü bilan pokul ölüp ketip kaldı. Bunun mirasxo'rlari dadasininki qo'ldagi ihtiyarlık hukukini işlete alamdı olmasan yandır birda qaz yandır birda Allah'sı Allah deyilgan bunda bulamdı olmaz. فإن مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا يورث. Bu da miras kılıdı. Perzentleri şu dadısının onunla bir taraf kılıdı. وإنه إذا مات صاحب الخيار فلورثته من الخيار مثل ما كان له. وقال أبو حنيفة وأصحابه يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع. İmam Ebu Hanife ve şahitleri yani İmam Ahmed şu adam ölgendikinden buldu, soğudu pütüp ketken buldu. Yeniş yok taptı. Ve hakeza indehu khiyaru şuf'a. Şefilik ihtiyarlığı mı İmam Ebu Hanife'nin nazarında muşun okşaş. Khiyaru şuf'a diyen mesela. İki öy var birbirine hoşuna. Birbirine gitse şu öyün satmakçı. Satkan diken ma hoşnese ma epkalay dese şefilik hukukuyla epkalalaydı. Başkadan satılan pulda ya ben alıma başkadan satmaysa da epkalay şartı var. Lekin bu anda öyün satmak çok adam ve öyün satmaktım silah alamla ya başkadan satamdım diyen çağda ben bir gün oyun olaydı tallaştımsa bahalatı boğan çağda ölüp ketip kalsa onun mirasxo'rlari onun da saplan ya Allah biz ya ammayli diyaletti şuna okşaş. Ve khiyar kabulul vasiyye. Mesela bize öyle kişiden aldığı küçük balısı olan olsa onun bireylerini tablak koyar mesela. Falan qaracımmış balamını haber elip nefesi silgi tapşudum dep qalsa. Endi vasiyinin mu özümünde özün ahvalı qarab aşu distin çıqalayma dep qalsa qabul qildim. Bunisi men buni igolanmayman, xabar olmayman deb rad qilish mumkin. Demak, ashunda bir xiyarlik miski duch kelgan o'lib ketib qolsa, uning bolalari shuning o'rnida turamdi, turmamdi deymiz. Yani Ebu Hanife tumaydı demekçi. Ve khiyarul iqala. Mesela bir dükkancı bina satkan bolsa, dadı setip çıkan. Yani onu öndürüp pasılda bekleyen çağda dadı söyleyip gidip balısı bakıyor dükkanı. Dadısından ihtiyarlık vardı koy, öndürüp pası öndürüp durdu. Öndürmeyi dese özden ihtiyar etti. Yani öndürüp işine savap kışıdı. Men akala Müslüman, akalallahu ataratahu yevmel kıyamet yanıken oğlu şunun ornunu durup dadı satkan nasını öndürüp etse öndürüp alamdı diyende ya öndürmeyi doğru buldu. Çünkü o da değilken. Ebu Hanife'nin bir qancha meselede unda da ketken. O'xshagan meselada. Ve sellama lahum hazır İmam Ebu Hanife'nin müstügidardır karışı. Hem de karısa qadir alimler iki grup bulab qaldı. Ama Ebu Hanife ile Ahmed, Şafii ile Malik. Ve sellama lahum Ebu Hanife khiyar ar-radd bil ayb. İmam Ebu Hanife hem de insaf bilan qarab, ayb ko'p qaziyan durib berish meselesi var. Khiyar ar-ayb degan. Muşunun da mirasxo'rlar meyitning o'rnini turdi debdi.
Mush masalada siz degandek bo'lsin, men ma'qul debdi. Mesela bir tovarni olgandan keyin bunda ev chiqib qoldi. Bu buzuqkan ma'voda bendir apirib qo'ychi, u xarida o'lib ketib qoldi. Bolalardan uni do'konga apirib, dadisining o'rnida yondirib bersa, buludo deydi. Imom Abu Hanifa ma masalada sizning deganchi bo'lsin, manda dadisining o'rnida turdi deymayapti. Ya'ni annahu qala yurathu. Mana. Va kadalika khiyar istihqaq al-ghanima qabla al-qasm. G'animat oldi jangda, olgandan keyin taqsim qilishdan ilgari, masalan ba'zi narsalar taqsim qilishdan ilgari o'zi ishlatib qilsa bo'ladigan ba'zi narsa. Masalan at, yani o'zidan qilayotganmi shariatchida jangda dushmanning eti olsin minib jang urush qilish nima? Yoki shada yeydigan tomoq, yoki ba'zida man qatala qatilan falahu salabuhu deb imom unda mukofot urashlim bor. Qaysi bir kapını öttərsə, şunun ki bütün nəsi kerekləri, saat olamdı, Qur'an münəsi, şu öttəki üçün buldursa, bu qənimət təqsimatı kirməydi. Yəni mükafat. Şunu qoxşaş. Bu xuddan da təqsim qılğan çağda mən bunu üzüm asam olganma, şu umum ulcuğa qetitay təqsim qılınsa, şu çad alayda qetitishmi ixtiyorligi batdi degandek bir gap. Men shunday tushundim. Ya'ni g'animat taqsim qilinishdan ilgari mening emas deb ixtiyorli qilgan ahvol demakchi. Va xiyarul qisas ilish ixtiyorligi. Ash o'lgichining vali ekan, valiyil maqtul. Va man qutila mazluman faqat ja'alna li walihi sultana fala yusrif fil qatl. Valisi qisas apasmandan men boshqa ishga rozi bo'lmayman desa, shuni gapdi. Yoki men pul olaman deb qolsa, diyet olaman desa, ixtiyorligi. Endi bu odam ashuni qara qilgandan o'lib ketdi. Qachon o'lib ketgandan keyin ashuni rasxonlari shuni o'rnini turamdi desa, turdi. Va xiyaru rahni. Rahni qo'yib qo'ygan holdimi? Rahni qaytarib o'tish nima qilishida, achida mirasxo'rlar o'rnida turdi deydi ekan. Demak Abu Hanifa ma masalda sil degandek bo'ladi. Lekin masalda mirasxo'rlar o'rnida turolmaydi debdi. Va sallama lahum malikun xiyar raddul abi ma wahabahu libnihi. İmam Malik endi bir masalada İmam Abu Hanifaga masal degan bo'yicha bo'lsin debdi. Nayt bak kan qo'tarliqlar iltifot ko'rsatdi bir-biriga. Mesela dadisi oğluğa bir narsani hibe qilib beribdi. Bola narsani sana beribdi. Sen bo'lsin deb. Endi dadi berayotgan bo'lsa, bola buni qo'liga topshirib elib, ishlatib qo'yguncha, "Yo'q, bo'ldi, bermayman" deyish haqqi bor. Kellik odamda. Mesela mamaşın sen mina balan buldu. Ya badma. Kayınki o balada hemen 5 günden keyin kelib, maşinada olib ketay. Hozir bir planlamada mashg'ul bo'lib turgan jarayonda bu dadi yeni oldi. Ya bo'ldi, ben mashinada. Bunda ixtiyorlik batdi deydi. Yo'q dedi. İxtiyorlik batdi deydi. Dadining bor. Uni da mirasxo'rning yo'q. Ya dadining batdi deydi. Endi dada shunda turib o'lib ketib qoldi. Ha? Dada o'lib ketgandan keyin shu mashina bergan bolasi, boshqa bolalar hammasi mirasxo'r olamda. Undan keyin bular o dadaning o'rnida turib uni yondirolmaydi. Bo'ldi, dada o'lgandan keyin shu berayotgan bolani bo'lib ketdi demoqchi ekan. Mushu masalada Abu Hanifa o'zlari degandek bo'lsin debdi Imom Malik. Yani ennehu lem yara liwarasatil meyyiti minel khiyar fi radd ma wahabahu mana. Bunu yeni bilishimizda o farzandlari dadasi o'rnida turolmaydi. Ma wahabahu libnihi. Ma ja'ala lahu shar'u min zalik. Yani al-ab. Yani şeriat ay dadığı bergen yandırılış hukukunu dadı o'lib ketsa farzandiga bermadi dedi imom. Bu meselede İmam Abu Hanifa degandek bo'lsin debdi. Va kadalika khiyarul kitaba. Xiyal kitaba mesela kitaba qululan ma'lum muddat ichida manch pul ekib bersa, azat qilinadiganga mukataba to'xtamlashgan bo'lsa, turib bilan masalan u pulni ekib berib boshlab qilib qo'yish yoki bir qismini ekib bergan bo'lsa-mu, yo'q bo'ldi bu o'tima yandim deyish ixtiyorlik bor edi. Bu ixtiyorlik hozirgi odam o'lib ketib qolsa xo'jayin, uning bolalari o'rnida turolmaydi deydi. Va talaq ishidimi? Xuddi masalan, chiqin bizni tanlang degandek, Mesela Amerika bir yerdeki faktari degandek mesela. Talaq ishida shunda ixtiyorlik berilgan ahvol bo'lib qolsa, shuni tanlaydigan odam o'lib ketib qolsa bo'ldi, katta demakchi. Bu hamda Amerika bir yerdeki faktari degandek, shunda ixtiyorlik bo'lsa, u ayol o'lib ketib qolsa, uning bolasi uni tanlayolmaydi ekan. Yoki ixtiyorlik bergandan ketib qolsa-mi, uning bolasi ham yana shu. Ixtiyorlik shundaylar. Aşadan o'lib ketib qolsa, u chog'da bolalari yeni olamadi ekan. Bunday tushunib turiladi. Wal li'an va kadalika khiyarul kitabati
والطلاق واللعان. مثلا لعل شمس talash ixtiyorligi bordi. Tamam? Masalan, shunda vaqa bo'ldi-ku, bir qarlash vaqa bo'lgandan la'allashamsa, yo'qman, la'allashmay deb uni qilsa, turoladi desdi. Bunda holat o'lib ketib qolsa, erning yoki ayolning farzandlari dadimizni, onamizni numusini qo'g'daydik biz deb la'allashimiz biz mana. Dadam la'allashmoqchi edi, onam la'allashmoqchi edi, o'lib ketib qoldi. Lekin biz la'allashimiz, la'allashgan ekan bizning onamiz ketadi deb bunda qila olamiz, qila olmaydi. آمنا ومعنى خيار الطلاق ما يدب قيبت بزاور ولا بيبتو ومعنى خيار الطلاق أن يقول الرجل لرجل آخر طلق امرأتي متى شئت. وكالت كم من أيلنا سن طلاق الخالقان شاندا طلاق شوقون سان بعدين دبت فيموت الرجل المجعول له الخيار أش وكيل ألب كتبته فإن ورثته لا يتنزلون منزلته عند مالك. miras qo'llari uni o'rnida tashlamaydi ekan. Va sallama ash-Shafi'i ma sallamat al-Malikiyyah al-Hanafiyyah min hadhihi al-khiyarat. Imom Shafi'i Maliki mazhabchilar Hanafi mazhab degan bo'yicha bo'ldimi shu masalalarda. Tamam biz ma'qul keldik degan masalalarga ma'qul gapdi. Va sallama zaydin uningdan ortiq holatda yana xiyar al-iqala wal qabul buni ma'qul gapdi. İqalani biz dedik, ama qabul degani iqalani qabul qilish masalasi deymi. Albatta yandirib biray ma'qul desa, ma'qul deb qabul qilishimiz shu odamni bo'ldi-ku. Shunimi qetib tutdi. Faqala la yurathan mush ikkisi miras ilmaydi. Imom Abu Hanifa degandek bo'lsin deb. وعمدة المالكية والشافعية أن الأصل هو أن ترث الحقوق والأموال إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال. Bular hepsi aslida haq olsun, mal mülk olsun, ayında faydalı haq olsun, kuldaki qanday bir hukuk olsun, hammasi miras qilish kerak. Faqat haq bilan mal mülk ikkisini o'ttirib farq bor, bu o'xshamaydi deydigan bir dalil gap qasitda, u chaqda farq bo'ldi. Undan o'xshash bo'lganni miras qoladi dedik. O'xshamaganni Abu Hanifa degandek ma'qul keldik mana. Biz shunda ayirib nima qildikmi? Bizda sanatmidik debdi. وأمدة الحنفية أن الأصل هو أن يورث المال دون الحقوق. يعني في مذهبنا تانغنا أصل ميراث قلدغان الناس ديگان مال ملكه حقوق لا ميراث قمايدون إلا ما قام دليل من إلحاق الحقوق بالأموال. فقط لا منده حقوقنا مال قطار سنتغان بر دليل كيف قاسيته وچاقدا ميلديتو. أشندا دليل كاگن مسلدا biz meyledido bir qanchta. فموضع الخلاف على الأصل. نانگه biz tigida asli bir talashtarishning chigitekni adalsa va an turasa al-huquq kal-amwal am la. فموضع الخلاف degani hal al-asl. Ya da talashtarishninki asli joyini chigitekni adalsa hal al-asl huwa an turasa al-huquq kal-amwal am la. Haq huquqlarmi mal mulkka o'xshash miras qalamdu qammamdu degan yerga berib taqiludi deydi. Va kullu wahidin min al-fariqayn yushabbihu min hadha ma lam yusallimhu lahu khasmuhu minha bima yusallimuhu minha lahu. Bu ikki guruhning har biri qarshi taraf shunda deb bergan masalaga, ma'qul kelgan masalaga, ma'qul kelmagan masalani o'xshatib qiyos qilib turoldi deydi. Masalan, bir masalada Abu Hanifa va Malikiyga ma'qul kelgan bo'lsa, sizning degancha bo'lsin desa, masalan shunga o'xshash deb turadi. Va yahtajju ala khasmi. O'xshash deb dalil qilib turoldi deydi. Wal Malikiyyah va Shafi'iyyah tahtajju ala Abi Hanifata bi taslimihi wirasat khiyar ar-radd bil ayb. Khiyar ar-radd bil ayb ma'qulsincha bo'lsin deganda. Bular ashun tutulib, Maliki Shafi'lar ashun tutulib va yushabbu sa'ir al-khiyarat allati yuwarrithuha bihi. Boshqa barcha xiyarni shunga o'xshash deb turoldi ekan. O'sha yushabbu degan nima? Qiyos qilib turoldi, shuni demoqchi. والحنفية تحتج أيضا على المالكية والشافعية بما تمنع من ذلك وكل واحد منهم يروم أن يعطي فارقا فيما يختلف فيه قوله ومشابها فيما يتفق فيه قوله. Her bir grup gibi o'xshash chiqmay qolgan masalada qana qildi ekan, bu ikkining farqi bor ekan. Zal o'xshash deb turgan masalada farq yo'qdi buningda deb turadi. Yarumi degan ya'ni shuni ko'zlaydi demakchi. Maqsad qiladi ko'zlaydi. Al anta ala ma yuram degan.
Ve yerumu fi qavli khasmihi biddid. Qarshi tarafning gapida tam aksini qildi ekan. Ikki xil chiqib qolganda, gapning ikki xil chiqib qoldi mana. O'xshash chiqib qolsa, bu o'xshash chiqib qoldi mana deb ta'tillik qilgan. Yani en yuati fariqan fima yada'ul khasmu muttafiqa mana. Khasm ikkisi o'xshashdi deb turgan narsa yo'q, ikkisining farqi bor. O'xshamaydi dedi ekan. Ve yu'ti ittifaqan fima yada'ul khasmu mutabayyin. O'xshamaydi degan narsani yo'q, buni o'xshaydi deb bunda deb turadi ekan. Mislama taqul malikiyya, mesela malikiyya mesela manda deydi misalimda. İnnama qulna inna khiyar al-abi fi radd hibatihi la yurad. Biz endi balısqa dadisi binas bergan bo'lsa, kim yenilishini sifatdir, kim bu dadula kirib qolsa, meros qolmaydi dedik buningda. Lianna zalika khiyarun raji'un li sifatin fil ab. Chunki bu tanlash huquqi ay dadidagi bir sifatga berib taqildigan narsa. Çünkü dadgami balını tang beraber kurdu amraq degan bir nima var. La tujadu fi g'ayrihi wa hiya al-ubuwa. Başqa xiyarılda o sifat topilmaydi. Mesela şu kodida yandirib berishasizmi, dadisi mamnun emas. Bunda mehr shafqat unda bir kuyinish bilan muomala qilmaydi u. Fevacebe en la turata la ila sifatin fil aqd. Bundan kim bu meros qolmasi kerak. Lekin bu to'xtamdagi biroz sifat bo'lganlikda emas, ikki tarafning birisidagi bir alayda bo'lgan bir sifatga chetishlik masala bu. Shundan kelib chiqqan gap. Va hada va sabab ixtilafihim fi khiyarin. Mana yuqorqila har bir xiyar ishlarda ularning qilishgan ixtiloflarining sabablaridir. يعني أنه من انقدح له في شيء منها أنه صفة للعقد ورثه. يعني من demek şu onun deydi. Aş bir iş toxtamning sifati bu. Toxtamdagi bir sifat deb ayon bo'lgan olimlar, mesela aş bir narsani bu toxtamning sifati deb bilgan olimlar bu chaqda meros qoladi debdi. Yani inqadaha lahu yani zahara lahu inkashafa lahu diyen. Ve men inqadaha lahu ennehu sifatun khasatun bidil khiyar lem yuwarithu. Aşu sodunu qilgan adamdagi alayda sifat desa, o alayda sifat abalları bo'lganidan meros qolmaydi. Ve emmel meseletu sadise. 6. mesele ve hiye men yasihhu khiyaruhu. Yani kimlarga şu sodda yenilish ixtiyorlik berildi? Fa innahum ittafaqu ala sihhati khiyaril mutabayyin. Albatta da ağzıdan satqıcı aşında ixtiyorlikni ola oladi. Haqliq shuningga. Bunda ittifoq ekan. Vaqtalafu fi ishtirati khiyaril ajnabi. Endi 3-chi bir shaxsninki ixtiyorligini shart qilib qolsa, ixtilof bor buning. Masalan, sodda qilib, lekin dadam ulmoy qilib yondirayotgan deb qolsa yondiratman. Masalan, yoki oyog'ini yondiratgan. فقال مالك يجوز ذلك والبيع صحيح. İmam Malik caiz. Başka üçüncü bir şahsını şunu ixtiyorlikki bo'lsin, aşu hesap bo'lsin, yandırıtay deb qalsa to'g'ri bo'laverdi dedi. Unda taqatdan bir turma yasayganga bir o'ylanaysiz dedi. Agar Xalif Hazrat Umar qo'shib qolsa, dara saqolma diyen. Shuni bir adamning qo'shilishidan bo'lgan o'shanda. Ha, shu gap shu. Shu misolning gapi hozir. Hali shunda İmam Malik bo'ldi debdi. Balki shu Hazrat Umarning voqealigiga tayongandi. Hazrat Umarning bir kadiri turma yasash uchun birisini uyini setib olgan. Setib agar Hazrat Umar ma'qul kelsa, bu manchpol, ma'qul kelmasa durutma ya manchpol degandek turdi. Bu shunga o'xshaydi. Demek bu İmam Malik yejuzu debdi. Vel bey'u sahih. Chataq yo'q. وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجوز إلا أن يوكله الذي جعل له الخيار. O'xshash gapga endi shu ixtiyorlik bor, shu xarida yoki sotqchi shu mening vakilim ixtiyorlik ashuni bo'lsin desa joiz debdi. Shu İmam Malikning gapi bilan o'xshash hozir. Farq yo'q. ولا يجوز الخيار عنده على هذا القول لغير العاقد. Undan keyin İmam Şafii'ning mushi gapiga asosan to'xtam qilguvchidan boshqasining qo'lda bunda bir ixtiyorlik bo'lmaydi dedi. Demak, to'xtam qilguvchining qo'lda bo'ldi, lekin bu qo'lda bor huquqni birisiga vakolat orqali tutqizgan bo'lsa, uchinchi bir shaxsning qo'lda bo'ldi ekan. Demak, buni tushuntirishda bu huquq mushning qo'lda deymiz, lekin vakolat orqali qilib joiz deymiz, lekin uchinchi bir shaxs undan uni qiz yoqdaymiz degandek bir gap ekan. Yani natija o'xshash, lekin buni bunda aylantirib akapti. Va huwa qawl Ahmad. Mushmo İmam Ahmadning qarashi shu deydi. Yani bu İmam Ahmadning qarashi emas. Maktabda qawl Ahmad deb. İmam Ahmadning qarashi emas. Lekin Hanbali mazhabidagi ba'zi olimlarning qarashi. İmam Ahmadninki shu İmam Malik bilan billah. Va lish-Shafi'i qawlun akhar misli qawl Malik. Yani İmam Malikninkiga o'xshash yana bir qarashim bor. Lekin ma qarashim bor, lekin İmam Malikning qarashi yaqin keladi. Farq yo'q.
وبقول مالك قال أبو حنيفة. demek hazır İmam Malik, Ebu Hanife, İmam Ahmed, İmam Şafii'nin iki qarashının birisi. Ama cumhur hazır bir qarashda bo'lgan bo'ldi. İmam Şafii'de lan ish qil gap keldi. واتفق المذهب على أن الخيار للأجنبي إذا جعله له المتبايع. مش المذهب قيسد النبارات مالكية. يعني واتفق المذهب المالكي على أن الخيار للأجنبي إذا جعله له المتبايع. إيش كلام فتشوك اختيار لك من ضدام بوسون اسمه أقول كبت تمام. وأن قوله لهما. demek aşının söze aşkerenge hesap buldu. Ama واختلف المذهب إذا جعله أحدهما فاختلف البائع ومن جعل له البائع الخيار أو المشتري ومن جعل له المشتري الخيار. Hem de bunda bir ahvalda Maliki mezhebinin karşı okşaş çıkmadı dedim. Birincisi İza ja'alahu ahaduhuma. Ağuçı ya satışçının birisi ihtiyarlıkını üçün bir şahsta tuttu. Qilgan ekan faqtalafal bai'u va man ja'ala lahu al-bai'u khiyar. Masalan, dukanchi ixtiyorlik qilandi bo'lsin degan bo'lsa, ashunda deplab, ash ixtiyorlik bo'lsin degan odamlar o'zi ixtilob chiqib qopti. Yoki xarida dadamda ixtiyorlik bo'lsin deb, dadasilar o'zi ixtiyorlik. Yo'q, yondirutimiz dadasi, bolam yondirmaymiz deb. Bundan shunda demoqchi, men iborani aytdi, zanjirsimon bo'lib ketdi. Bunda ahvolda qanday qilmaysa, faqila al-qawlu fil imda'i va radd qawl al-ajnabi. Bunda ahvolda shu ixtiyorlik kimni bo'lsin degan bo'lsa, ishlar nimaga bitishgan, ya bir taraf bir odamni bekitgan bo'lsin, masalan dadam ayirsin buni, erishamasin, qarab qilsin degan bo'lsa, shu dadasi ayriydi. Az satvagan bola hisob emas demaydi. Mana faqila bir xil qarashgan. Faqila al-qawlu fil imda'i va radd qawlu al-ajnabiy sawa'un ishtarata khiyarahu al-bai' aw al-mushtari. Kim shart qilgan bo'lsin, uning qat'i nazar, lekin shu ajnabiyning so'zi hisob bo'lib ketadi. So'da hisob desa hisob, yo'q yondirutman desa yondirutadi. Wa qala aksa hadha al-qawl man ju'ila khiyaruhu huna kal-mashura. Ba'zilar yo'q, uning gapi hisob emas. Ya'ni dadasining gapi faqat hisob emas. Tam ilgir qarashning ta'tirdan bo'libdi. Dadasining unisi faqat hisob emas, u dadasining undan maslahatini erishin deb qo'ygan gapda u mulzam emas u. Vaqila bil farq bayna al-bai' wal mushtari. Ba'zilarda yo'q, dukanchi manda shuni shaxsni bekitgan bo'lsa, u boshqacha bo'ldi. Mushtari xarida shuni shaxsni bekitgan bo'lsa, u boshqa ikkisini ayirib muomala qilmaydi debdi. أي أن القول في الإمضاء والرد قول البائع دون الأجنبي وقول الأجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو المشترط الخيار. Bu xiyarni yondirib birish haqqim bor degan shu setvauvchi desak, bu ahvolda u ham bu ham qilayotganini qavlul bay' dunal ajnabi. Shu shaxs emas, sotuvchi dedi. Va qavlul ajnabi dunal mushtari. Shu qolsa sotuvchi shart qildi birinchisi. Mesela dadamda, onun da dadası hem de ixtilof qilgan bo'lsa sotuvchilar. Sotuvchining gapi hisob, dadasining hisob emas, ajnabiyning hisob emas. Ikkinchisi ham de og'uchi shart qilgan bo'lsa, sotuvchi shart qilgan bo'lsa dadasining ham de. Bu joyda dadasining hisob, og'uchining hisob emas. Buni azbek murakkab ayiribdim bular. Vaqila al-qawlu qawlu man arada minhum al-imda. Yani bir qarash taqa, qaysi shu sodini bo'ldi hisob qilib ketsin degan bo'lsa, shuni hisob bo'ldi debdi. Yani ecnebi bilen aşı mutaakideyn. Ama qase sodunu bitirgan bolsa, sodun bitirish tarafdari bezibdi. Ve in arada al-bai'u al-imda ve arada al-ecnebi alladhi ishtarata khiyaruhu ar-rad. Mana dukanchi sodu bulason, yandumayman deb tursa, üçüncü shaxs aşı tallaydi degan üçüncü shaxs ya qaytirdiman deb qalsa, xaridamo shuni ma'qul kelgan bo'lsa, fal qawlu qawlul bai'i fil imda. Demak bu ahvolda sodun tuzish tarafdori kim desa, dukanchi ularning hisob bo'ldi deydi. Va in arada al bai'u rad. Endi tam ta'tirlab dukanchi ya qaytirolmayman deb turgan bo'lsa, va arada al ajnabi al imda va wafaqa al mushtari. Xarida bilan uchinchi shaxs sodi hisob bo'lsin, yondirmaymiz degan bo'lsa, bu chada fal qawlu qawlul mushtari. Chunki ular sodni tutishimiz yo'llaydi. Va kazalika in ishtarata al-khiyaru lil-ajnabi al-mushtari. Yani endi ma'o xarida uchun bir shaxsga tanlashimizni shart qildi. Yani shu dadis qilaydi masalan. Va kazalika in ishtarata al-mushtari al-khiyara lil-ajnabi desak bekrak tushdi. Fal qawlu fihima qawlu man arada al-imda. Demak bunda ahvolda kim zali sodini tutkizman desa, shunga hisob demoqchi ekan. Va kazalika al-halu fil mushtari.
Yig'inni sen bilsa shu kim so'zini qiladigan bo'lsa shuni aytib demoqchi ekan. Ya'ni tafsiriyat so'zni sal nima qilibdi, lekin so'zni tutkizman deganning gapi hisob debdi. Shunda deb o'tib ketaydi bundan. Jig'ib bo'g'ilmadi. وقيل بالفرق في هذا بين البائع والمشتري. Yani bir qarashda bunun ikkisining o'rtasida farq bor. Ayrimiz debdi. Ay in ishtaratahu al-bai'u fal-qawlu qawlu man arada al-imda. Asli bu xiyarni shu do'konchi shart qilgan bo'lsa, bu chaqda so'zni tutkizimiz deganning gapi hisob. Va in ishtaratahu al-mushtari fal-qawlu qawlu al-ajnabi. Xirida xiyar shartni shart qilgan bo'lsa, bu chaqda ajnabiydan hisob bo'ldi. وهو ظاهر ما في المدونة. مش آخر قراش مدونة ديك جلقرات من çıkıp durgan qaraş şudur. Mudavvanatdan alsak muş gap çıkıp qalıdı dedim. Mudavvanın ibaresi muşunu bildirdi depti. Mudavvana kimin kitabida? Sahnun ibn Qasim'dan so'rab to'plab yozgan kitap. Şunu mesela Sahnun mana hukmini ma'asa ibn Qasim İmam Malik buni bunda deb qaraydi. Ba'zi İmam Malikdan biror rivoyat kelgan bo'lsa ibn Qasim o'zining qarshi bo'yicha javob beradi. Mudavvana shu. Ve hâzâ kulluhu dâif. Muş gaplarimiz bekler onu murakkablaştırdı bunu. Aciz. Yani İmam İbn Rushd hazır aciz deplam bo'ldi. Nuqlat. Bunchalar ketish kerak emas aslida. Hozir bizmi uni tushunib ayirib o'qiolmaydigan darajada qaymoqtiradigan darajada qilyapmiz. Hammasi taqa Malik mazhabdan shu gapmish. Biz mazhabdan ochdik. Yani ma'ni ko'rsak bu Hanafi mazhabning islikini tushunmaymiz. Mesela Hanafi mazhabning kichkina ko'radi. Hidoyatga ba'zi gaplar kallamizda aytmay yaratmasa bu mazhab qalashmoq mazhabga deb qolamiz. Lekin boshqaning mazhabidagi gapni ko'rsak g'alg'ashini do'ppini osmonga turgan gap. Vaqtalafu fi man ishtarata min al-khiyar ma la yajuz. Mana qo'shimcha bir masala ekan. Masalan, joiz bo'lmagan bir shartni shart qilib qo'ygan ahvol bo'lsa, bunda xilof bo'ldi deydi. Mesela ishtarata ajalan majhulan. Nama'lum bir muddatni shart qilgan. Asli 3 kun desak, 3 kun demabdi ya, 1 yil demabdi ya, 10 kun demabdi. Bu aslında nama'lum bir muddatni har xil ibora bilan qanday bekitib qo'yibdi. Va xiyar fawqa salati inda man la yujawwizu al-khiyara fawqa salat. Imom Abu Hanifa Shafi'i 3 kunda ortiq nima bo'lmaydi degan. Mushunning nazarda 3 kunda ortiqni qilsa, buni muxlabba. Aw xiyara rajulin ba'idul mawdi'i bi'aynihi. Yoki falan yerdagi deb jiroq bir joydagi bir odam tanlasa shu hisob Yenvasun hesaplı şu hesapta aş icraatkedinin xiyarini şart qo'ygan bo'lsa, yani ecnebiyen yani başka üçüncü bir şahs değil. Faqala Malikun ve Şafii la yasihhu al-bay'u ve in asqata ash-shart al-fasid. İmam Malik bilan Şafii şu qamlashmagan shartni bekor qilib o'tgan taqdirda bu so'di bo'lmaydi debdi. Vaqala Abu Hanifa yasihhu al-bay'u ma'a isqat ash-shart al-fasid. Mesela nama'lum muddatni bekitgan bo'lsa 3 kunga qoldirib plan 3 kun bo'lsin mayli desa tuzilgan bo'ldi bu. Mayli deydi ekan. Fa aslul khilafi hal fasadul waqi'u fil bay'i min qibal ash-shart yata'adda ila al-aqd am la yata'adda. Yo'q bu yer tarafdan tigi nagirib taqildi bo'lsa, mushu sodidagi shartdan kelib chiqqan kashilar yoki buzuqliq to'xtamga o'tib ketamdi yo o'tib ketmamdi. Ta'sir qilamdi, qilmamdi. Va inma huwa fi ash-shart faqat. Ta'sir qilmay shart bilan buzuqlik bo'lgan bo'ldi, lekin to'xtam sog'lom demdi. Faman qala ta'adda abdala al-bay'a va in asqatahu. Mana u o'tib ketdi. Aşağı ta'sir ko'rsatdi deganlar bu so'dimi bika debdi. Shartni bika qilaversinmi? Bo'ldi-ma shart qilib qolsin. 3 kunga o'zgartirdi desimi bekor. So'di buzib ketdi. Va man qala la ta'adda. Yo'q bu shart chataqdi, shartni tuzatsak bilan so'dida chataq yo'q deganlar qala al-bay'u yasihhu idha asqata ash-shart al-fasida. Fasid bo'lgan shartni bekor qilaversak so'd durust bo'laveradi. Li'annahu yabqa al-aqdu sahihan. Chunki bu yerda chataq bo'lgan shartni biz tozlatgandan keyin bu to'xtam to'g'ri qilib qolgan bo'ldi deydi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.